Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Tunji qitimliq Men Natiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasi 2019-yili Istanbulda o'tkazildi. Keyingi musobaqalarni torda davomlashtirib, mana 2022-yili 4-qitimliq musobaqamizni ko'ryapmiz. Tunji qitimliq musobaqa o'tkazilgan yili tug'ilgan bir Uyg'ur balasi 4 yoshga kirdi. Shu yili 7-8 yoshliklar guruhida qatnashgan bolalar 11-12 yoshlarga qadam qo'yib, yoshlari 11-14 yoshliklar guruhining musobaqasiga to'g'ri keladigan bo'ldi. Shu yilgi 11-14 yoshlar guruhidagi bolalarimiz bo'lsa, 15-18 yoshlardagi bu musobaqamizga yesh cho'nglik qiladigan yosh o'smirlarga aylandi. Vaqt suvdek o'tmoqda. Buning eng cho'ng shohidi bo'lgan bolalarimiz qo'llarimizdan serilib chiqib ketmoqda. Ularga vatan sirtidimi Uyg'ur bo'lishning ta'mini tetitish, o'rganganlarini ishlatalaydigan bir sahna yaratish maqsadida ko'rsatayotgan tirishchanliklarimizga yarasha yetishib chiqayotgan bola notiqlarimiz ko'nglimizni suyundirmoqda. Albatta, bizning kutganimiz dal mushu edi. Lekin yana nurg'un bolalar mana shunday fursatlardan yiroq, ona tiliga yot bo'lib cho'ng bo'lyotdi. Ularning kelgusidagi kimlik krizisi hammamizni g'amga selishi, bo'libmi ota-onalarni g'aflatdan yiroq qilish kerak. Biz hozir shundaq bir davrda turibmizki, suyumlik tilimiz balkim bizning tillarimizdan varislarga qilishi, agar voyaga yetkazib qoldira olmasak, ajdodlarning yuziga qaraydigan yuzimizni yitirib qo'yishimiz mumkin. Mustamlika ostidagi bir millatning farzandlari qo'l-qo'lga tutishgandilar, ondan g'alabiga qarab meng'alaydi. Qayg'ularimizga, hasratlarimizga bolalarni o'rtaq qilishdan burun tilimizning fasohatini tonitib o'gitaylik. Ularmu g'amdan boshqani Uyg'ur tilida tetib baqsin. Qara bog'lab ba'zi etishdan burun ularga chiroyli adabiyotimizni o'gitaylik. Ularmu Uyg'ur tilini faqat motamning tili deb bilib qolmasin. Zulm haqida so'zlab, ularni jarohatlantirishdan burun vatanning go'zalliklarini ko'rsataylik. Ular vatanini faqat ezilgan xalqning makoni deb tonib qolmasin. Balalarimizning Uyg'urcha tafakkur qila olishi va vatan haqida o'ylay olishi uchun til kerak. Ular bu til bilan o'zini toniy oladi, kimligini o'rgana oladi, ichidan chiqarib men Uyg'ur deya oladi. Shuning uchun biz ularga ona tilida men notiq deyishni o'rgatmoqchi bo'ldik. Bu yil ko'p davlatlar virus vahimasidan keyin tunji qitim keng doirada ichilganlikdan sayohat sababi bilan musobaqamizga ko'pincha bolalar qatnasha olmadi. Shundaqdimi biz boshlagan ishimizdan yonmadik. Bu musobaqani 20 bola uchunmi o'rinlashtirib Umid qilamizki, ular bizdan umidni qo'lida barlarni tushirib qo'ymay, egiz ko'tarishni o'rgansin. Kundan kunga cho'ng bo'layotgan farzandlarimiz oldidagi mas'uliyatimiz cho'ng, vazifamiz og'ir. Bu vazifaning uddasidan chiqish uchun qilayotganlarimiz albatta yetarli emas. Mustamlikadagi vatanning ozodligiga, azod vatanning taraqqiyotiga eng zarur bo'lgan avlodlar masalasida hammamizning bir-birimizga kuch-quvvat bo'la olishimizni tilaymiz. Agar mening bir vatanim bo'lsa, 32 harfimni uning etizlariga teriyman. Ko'zda mo'l usul oliman fasohatdan, analar non yaqidi bu karomatdan. Balalarning tili chiqidi bir tishlam yapla, akalarning tili qilichdak kesidi. Hadilarning tili g'am g'ussalarni yeshidi. Dadalarchu, dadalar tili bilan yovning yuragini teshidi. Umidlarimizning mevasini hur vatanimizda tetish orzusida sezgularimiz notiqlarimizda bo'lsin. Faoliyatimizga ko'ngil so'zlarini avatgan, bizga madad va ilhomlarni ayamagan doktor Joshua Freeman'ga, doktorant Abdurahim Davlatga chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Tinchlikmi? Muyassar ma'lum meni mushu ichilmoqchi bo'lgan nutq musobaqasi haqida ozroq so'z qilishga taklif qildi. Men qisqacha so'zlay. Bu musobaqaning bo'lganligidan men baxtvosh bo'ldim, nihoyat ilhomlandim. Uyg'ur tili nihoyat go'zal, ifodalash kuchi nihoyat kuchli bir til. Bu tilni fasatlik so'zlash o'zi bir hunar. Bu tilni fasatlik so'zlangan bir nutqni anglash o'zi bir huzur. Nutq degan bir tilninki bir pallasi, bir tilninki bir javhari. O'sha nutq so'zlashni o'rganish, nutq so'zlash qobiliyatini o'zingizda yetildirish amaliyotda bir umr asqatadigan bir iqtidor. Hayotning hamma bosqichlarida asqatadi, chunki
nutqni yaxshi so'zlay olsangiz, siz maqsadingizni ham aniq, ham fasatlik ifodalay olasiz. Shu bu musobaqaningki bir xotima emas, balki bir boshlanishning bo'lishini bak orzu qilaman sizlarga. Nutqni yaxshi so'zlanglar, har xil temalarda so'zlanglar. Ham bu musobaqa bilan to'xtab qolmanglar. Bu bir boshlanish bo'lsin. Hammamiz sizlarningki nutqlaringlarni biz qiziqish bilan anglaymiz. Sizlarningki dunyoni qanday tushunishinglar, har xil ishlarga, har xil masalalarga qanday qarashinglarga biz qiziqyapmiz. To'rt ko'z bilan kutyapmiz anglashni. Shu an sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Yaxshi so'zlanglar. Ondan nutqlaringlarni bir anglaylik. Ma'qul. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum kichik do'stlar. Men sizlarga qadimgi zamonda yuz bergan ajoyib bir voqeani so'zlab beray. Bundan bir necha ming yil ilgari Nil daryosi vodisida bir davlat bor ekan. Biz uni hozir Misr deb ataymiz. Bu Misrda Bani İsrail deydigan bir qavm yashaydi ekan. Bularning to'limi zolim bir podshosi bor ekan. Uning ismi Firavun ekan. Bu Firavun bu Bani İsrail xalqiga ajoyib zulm soldi ekan. Ularni qul qildi ekan, og'ir jafoliq emgaklarga soldi ekan. Shuning bilan Alloh taolaning ularga ich og'ritib Bani İsrailni Firavunning qo'lidan qutqizib qo'yay deb o'ylabdi. Shuning bilan Bani İsrail qavmiga Alloh taolo Musa ismli bir payg'ambarni berdi. Aslida bu Bani İsrail qavmi zulmga uchrash bilan qolmasdan ular Firavunning o'zini bizning Rabbimiz deb qaraydi ekan. Ya'ni ular Allohni tunimaydi ekan, o'zini yaratgan Rabbini va Allohni unutib ketgan ekan. Shuning bilan Musa alayhissalom ularni to'g'ri yo'lga boshlash uchun va Firavunning bu zulmidan qutqizish uchun Misrda ular bilan birga yashapti. Ularga Allohning dinini o'rgatish uchun tirishibdi, so'zlabdi, ammo ular Musa alayhissalomning gapini anglab uning keyniga ergashmabdi. Shuning bilan Musa alayhissalom Allohga nəhayət sığınıb yalvarıb bir dua qıpdı. Çünki Musa alayhissalomning tili azroq kekashgan. Ya'ni nutqi toza ravon emaskan, so'z qilgan vaqtda ravon tushunishlik so'z qilishi biroz qiyin ekan. Shuning bilan Musa alayhissalom Allohga yalvarib yig'lab turib bir duo qildi. Ey Alloh, sen menga mening qarindishim Harunni menga yordamchi qilib bergan bo'lsang, bu mening ishlarimga yordamchi bo'ladi va boshqalarga haqni tushuntirishda onun texmi yaxshi xizmati bo'ladi debdi. Shuning bilan Alloh Musa alayhissalomning duosini ijobat qilib, Musa alayhissalomning inisi Harunni Musa alayhissalomning yordamchisi qilib beribdi. Shuning bilan bu ikkilan hamkorlashib, nəhayət jafon mushaqqatlik da'vat faoliyati bilan oxiri bu Bani İsrail qavmini bu zolim Firavunning changilidan qutqizibdi va ularni islom yo'liga, ya'ni Allohning yo'liga boshlabdi. Ben bu hikaye orqali sizlarga nima demoqchi kichik do'stlar? Amaliyotda Musa alayhissalom Alloh avatgan bir elchi. Bu yerda Musa alayhissalom o'zining tili va nutqi orqali Bani İsrail qavmiga Allohning dinini tushuntirishda sal qiynalganligi uchun shuning bilan nutqi o'zidan texmi ravon bo'lgan inisi Harunni o'ziga yordamchi qilib berish haqida Allohga duo qildi. Ya'ni bu yerda nutq intayin muhim ekan. Allohning ulug' dinini insonlarga yetkazishdan bu nutqning nihoyatda muhim ekanligini mana mush voqeadan ko'ra olamiz. Sizlar Qur'oni Karimning Uyg'urchasini o'qib baqsanglar, amaliyotda men hozir degan qissani o'qiy olasizlar. Undan boshqa bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom doim duo qilgan vaqtda nima deb duo qiladi bilamsizlar? Ey Alloh, sen mening nutqimni ravon qilgin dedi. Ya'ni Muhammad alayhissalom shu Makkadagi mushriklarga, dinga kirgili unamagan arablarga texmi ravon nutq orqali so'zlasam ular dinga kiradi deb o'ylaganligi uchun mana shunday duo qiladi. Amaliyotda nutq intayin muhim. Hatto payg'ambarimizning nutq yerim sehrdir deydigan hadisi bor. Bu nima degan gap? Nihoyat yaxshi so'zlangan nutq xuddi kuchli sehrga o'xshash odamni qoyil qilib etadi. Odamni o'ziga jalb qilib oladi, o'ziga tortadi degan ma'noda. Bundan boshqa biz dunyo tarixidan o'zining nutqi orqali olam shumul ishlarni vujudga keltirgan nurg'un kishilarni bilamiz. Masalan, yaqinqi zamonda o'tgan men bir qancha kishini misol qilib beray. Masalan, hozir Amerikada 1950-60-yillarda yashab o'tgan Malcolm X deb bir diniy dahiydan birisi o'tgan. U o'zining ravon nutqi va harmay talmay ilib bo'lgan faoliyatlari bilan
Amerikada islom dinining tarqalishi uchun nihoyat zo'r turtki qo'shgan. Undan boshqa Amerikadagi qartalliklarni barobar o'ringa chiqarish uchun kurash qilgan Martin Luther King deb yana bir aylan bor. Sizlar balkim uning bir nutqini anglab boqqan bo'lishingiz mumkin. Mening bir tushum bor deydigan. U nutqini anglab boqsanglarmi, uning nihoyat notiq ekanligini bilasizlar. Siz balkim 2. Dünya urushida bir cho'ng bir urushni anglab boqqan. Mana o'sha urush vaqtida bu urushni qo'zg'agan Yevropadagi eng kuchli bir davlat, ya'ni Gitlerning rahbarlik qilayotgan Germaniyasi Angliyaga hujum qilgan. Urushning dastlabki mezgillarida Angliyaliklar bu urushni qo'rqqan. Hatto biz mag'lub bo'lib ketadigan o'xshaymiz deb nihoyat ansirgan. Dal mana shu vaqtda Angliyaning dangliq bosh vaziri Winston Churchill nihoyat mashhur bir nutq so'zlagan. Shuning bilan bu nutqdan hayajonlangan, bu nutqdan uyg'ongan kuchga kelgan Angliyaliklar o'zining bu dahisini butun kuchi bilan qo'llagan. Butkul Angliya armiyasi qaytarma hujumga o'tish orqali Germaniyani oxir urushda mag'lub qilgan. Agar sizlar kelgusida o'zimizning xalqi, millatimiz uchun texnik ko'p xizmat qilib beray deydigan orzuyinglar bo'lsa, balkim kelgusida sizlar siyosiyon bo'lishingiz mumkin, millatning dahisi bo'lishingiz mumkin. Balki bizning dinimizni xalqimizga yetkazadigan notiq diniy olimlar bo'lishingiz mumkin. Mana shu vaqtda sizlarga nutq intayin muhim. Ravon so'zlangan nutq xuddi go'zal chalingan muzikaga o'xshash qalblarni titratadi. Qoyil bo'lmagan kishilarni sizlarning so'zinglarga qoyil qila oladi. O'zinglarni boshqalarga nihoyat ravon, uchuq tushuntira olasizlar. Shuning bilan birga o'zinglarni to'g'ri deb bilgan qarashlarni atrofingizdagilarga, xalqingizga, millatingizga texnik ravon tushuntira olasizlar. Shunlashqa sizlardan kutadiganim, meningcha kichkinlardan boshlab ravon, yaxshi so'zlashni mashq qilinglar. Mashhur notiqlarning nutqlarini anglanglar. Ko'p kitob o'qinglar. Agar sizlarning ona tilinglar va boshqa ikkinchi tilda texim ravon, texim pishiq bo'lsanglar, men ishonimim chuqur, sizlarning hammanglar kelgusida qaltis notiq bo'la olasizlar. Xayr xo'sh. Aql ham bilim tarjimoni bo'til. Ro'shan til kishini yo'ritquchidir. Qadrli qilar til, topar baxt kishi, qilar arni til xat ketar ham beshi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum suyimli do'stlar. Bo'miz Yusuf Hojib buningdan ming yillar burun bizga yuqorqidek nasihat qilgan ekan. Bo'mizning nasihatiga qaraganda yaxshi so'z qilgan kishi boshqalarning dilini yuritadi ekan. Til kishini qadrli, baxtli qildi ekan. Bizmi ham bo'mizning so'zini esimizda tutib, ona tilimizni chiroyli so'zlashni tirishib o'rganyapmiz. Ko'rayotganlar bizning o'rganganlarimizning natijasi bo'lgan 4-qatimliq Men notiq Uyg'ur g'unchilari nutq so'zlash musobaqasi. Mahirlar asarlarini o'zlari yozib, o'zlari deklamatsiya qildi. Ularning yurak so'zlari hammamizga umid va ishonch belgisi. Musobaqamizning baholag'uvchilari Uyg'ur ona til komiteti mudiri Zulhayat O'tkir hada. Uyg'ur tadqiqot instituti tadqiqotchisi Abdulaziz Aqxun aka. Hacettepe Üniversitesi Türkologiya tadqiqoti doktoranti Rabigul Haji Muhammed hada. Musobaqamizga kirishdan burun shunday faoliyatlarni vatanimizda o'tkazish umidida istiqlol marshimizni diqqatingizga sunamiz. Aramızda özü küçük bolsunmu, kattı şiirlerini acayip canlı okuyalaydıganlar var. Shundan
Әмісі Kanadadan Türküler Şemsi'den deklamasiya qilgan şair boğumuz Abdurrahim Ötkör'nün Aylinay namlıq şiirini anlap bakaylı. Assalamu alaikum hörmətli ustazlar. Sevimli kiçik dostlar. Bugün sizlərə Abdurrahim Ötkör boğamның Aylinay degan şeirini deklamasiya qilib berman. Aylinay. Abdurrahim Ötkör. Ey aziz yurtum, senin bağça sarayından aylanay. Zabron tişlik senin g'amkin çırayından aylanay. Qoynundaki oltun kömüşlük tağlarından aylanay. Köksündeki lahtı kan dağlarından aylanay. Deryayında muğlanıp akkan suyundan aylanay. Kaygı matem g'amga çömgen nakşı kuyundan aylanay. Sumbul çaşlık, kalem kaşlık kızlarından aylanay. Anılık derdede kalgan kan izlerinden aylanay. Tili bağlık, dili dağlık şairlerinden aylanay. Zehrası yok nativan tahirlerinden aylanay. Aylanay yurtum aylanay. Alimlerinden aylanay. Tili yumuşak, dili kattık zalimlerinden aylanay. Rahmet. Küçük yüreklerde büyük armanlar buluşu mümkün. Biz ularning sözleriga quloq solib baqsaq, cho'qim hayron qolamiz. Qani hammamiz billa hayron qolaylik. Musobaqamizni o'zi kichik, tili chuchuk 7-8 yoshli inson-sing'illarimizning ijodiy nutqlari bilan boshlaymiz. Assalamu alaikum. Mening ismim Iqbal. Men bu yil 7 yoshga kirdim. Men sizlarga ana til darsim to'g'riliq nutq so'zlab bermoqchi. Men ana til darsda o'qiyotgani 2 yil bo'ldi. Biz darsni to'rda o'qiymiz. Biz dastlabda harflarni, andil so'z va jumlalarni o'rgandik. Men hozir she'r va hikayelerini okuyalayman. Roman okuyalayman. Men salamxat ve küçük makalelerini yazalayman. Bizge hazır tatil. Bu tatilden keyin men 2-nji yillikda chiqaman. 2-nji yillikda nimalarni o'rganganligimni bilmayman. Bizning maktabda, bizning sinfda 20 atrofida bola bor. Muallimimiz bizga o'qish va yozish topshiriqini berdi. Bizning darsimiz har shanba kuni bo'ldi. Biz topshiriqlarni bir haftadan 20 haftagacha darsning oldida o'qib avatib beramiz. Men muallimlerimni bek yaxshi ko'raman. Chunki ular darsni qiziqarli va ko'ngilli o'tadi. Ular nurg'unlagan tayyorliklarni qilib keladi. Masalan, o'yin, dars, video va rasmlarni tayyorlab keladi. Men ana til darsimni bek yaxshi ko'raman. Rahmat. 7 yaşlıq Mayirimizning tili nayt deravanken, yaşığı nisbətən bu nutq umum cəhətdən muvaffaqiyətli çıxqan deb qarashqa boludu. Nutqda Mayirimiz öz oquyatqan ana til məktəbinin məşğulatlarını bayan qilish bilan birlikdə özünün məktəbini və muallimlərini yaxşı gördüğanlığıdak his tuyğularına o'rin berilgan. Әмді нутық болғандыкен башқа адаттiki yazmalardan biraz farqli bo'lsa, texim yaxshi albatta. Nutq so'zlaganda qaysi so'zlarning urg'usi, intonasiyasini farqlantirib, bakrak kuchlantirib so'zlashga diqqat qilganda nutq texim ta'sirli chiqadi. Bu bir ta'kidlab qo'yishga tegishli bir nuqta. Iqbal Osmanning bundan keyingi ishlarining texim o'ngishli bo'lishini umid qilaman. Iqbalınız parlaq, hayat yolunuz dağdan boğay Iqbal Osman. Assalamu alaikum, sümlük ata-analar ve savaşdaşlar. Benim ismim Fatima.
Bu yıl 8 yaşqa girdim. Aybilik Xanım Qızlar Məktəbində oxuyuram. Bugün mən sizlərə mənim arzuyumni aytıb verməkçiyəm. Mənim arzuyum. Hamma balaның bir arzuyu var. Mənim güzel bir arzuyum var. O bolsunmu doktor boluş. Anam bana doktorlarning ko'p yaxshiliklarni qildiganligini aytib berdi. Ben bu doktor boluş için hazırdan başlap yaxshi o'qiyapman. Har xil kurslarga qatnashib, bilimimni mucib qilish uchun tirishayapman. Sevimli Peygamberimiz bizni har vaqt yaxshi ishlarni qilishga, boshqalarga yaxshilik qilishga buyuribdi. Ben bu doktor bo'lsam, texmo ko'p kishilarga yaxshilik qila olayman. Ularga yordam qila olayman. Yuqorida men sizlarga mening arzuyimni aytib berdim. Amsa do'stim, sizning arzungiz nima? Ko'pchilikka rahmat. Sizning mening arzuyum nomli nutq temangiz nihoyat yaxshi tanlanibdi. Shundaq nishon aniq bo'lish lozim. Nishonning aniq bo'lishi muvaffaqiyatning ochqichi hisoblanadi. Arzuyingizning amalga oshishiga tilakdoshman. Hamda nutqingizga qaytib kelsak, oldi bilan kiyim kechikiniz haqiqatan bak yaxshi yarashibdi. Muborak bo'lsin. Ovozingiz, talaffuzingiz qatorliqlar nihoyat yaxshi. Bo'libmi musobaqa qatnashtirgan temangiz bak joyida tanlanibdi. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Hamda sizga nutqingizni boshlagan chog'dagi jiddiy tusni sal yumshatib, urg'u, intonatsiya, badan tili va tinish belgilariga texmo ilgirlab diqqat qilib so'zlab baqsangiz, nutq unumingizning alohida yuqori bo'lganligini tavsiya qilaman. Sizga har ikki dunyoda hammada sog'lomlik va utuqlar tilayman. Alloh razı olsun. Benim ismim Bilginur Sirajdin. 8 yaşga kirdim. Öymesde 7 adam var. Ben sizlerge öymesdeki en kiçik Melike em şehzade doğruluk sözüne vermem. Ora koşmak doğruluk 10 aylık bordu. Oranın ismi Seyidin oğul. Sabinur kız. Seyidin yaş görülen iş gibi. Aşı yaş görülen iş meğes kırılan maşinisi var. Aşı maşinisi de ayakkabı oynaydı. Yana Seyidi Ömer'e alaydı. Seyidi Ömer'e önü Seyide kırdı. Yana Seyidin yaş görülen yer var. Yaş görülen yer aşka öy. Yana Sabinur Naşini yaş gördü. Naşa koyuyorsa Sabinur usulünü oynap kurusunu çabuk çardı. Yana Sabinur cahillik. Sabinur Seyidini birisi kütürüyorsa Sabinur benim o kitara de yığırlaydı. Yana kişi mende mayaskılaga bir ailemiz var. Aşı ben kuşkaş. Aşının ismi Aşık. Sabinur'la ati rap çakırdı. Aşk aya kopuşup, maya kopuşup, oynaşıp verdi. Bir sırayla koşmak niki doğruluk sözüne vermedim. Orani ben bek yaş görmen. Oran bek omak. Rahmet. Bilginur, siz canlıq ravan tiliniz, omaq yüz ifadınız, qol hərəkətləriniz arqılıq qoşmaq hüquqlarınızı bizə təsvirləb berdiniz. Biz sizin nutqunuzdan mehr-muhabbətə tolğan bir ailənizni görgəndək bulduq. Nutq temanız münayit omaq, qol hərəkətiniz, yüz ifadınız, nutq məzmununuzla intayın maslaşqan. Bundan keyinki turmuşda və oquşda
Siz ana tilini mana shunday rivojlanlik ishiltib, qo'shmoq o'quvchilaringizga ana til o'rganishda ulgu bo'lishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum ko'pchilik. Yaxshimisizlar? Mening ismim Alif. Familiyam Uyg'ur. Men 8 yoshda. Mening bugun sizlarga so'zlab beradigan nutqimning temasi bo'lsa, bizning ta'til kunlarimiz. Bizning uyda apam, dadam, akam, men va singlim qatorliq 5 kishi bor. Ta'til kunlari bo'lg'achqa biz uyqumiz qangacha uxlab, ondan o'rnimizdan turamiz. Doimlik odatimiz bo'yicha yuz ko'zimizni pok yuvib, ondan nashta qilamiz. Shunda qilib qo'rsoqni obdan to'ydirib olgandan keyin ana til o'rganishni boshlab ketamiz. Apam, men va singlim uchimiz tashanma ana til darsxonasidan chiqarilgan o'ma o'qishliqlarni birlikda o'qiymiz. Mashqlarni ishlaymiz. Bugun biz o'qigan hikoyadagi qiz Aytikim velosiped minganda qo'lnish qo'lqin kiyishni unutib qolgan edi. Shunga bexatarlik uchun men uning beshiga bir qo'lnish qalpoqi sizib qo'ydim. Singlim putiga tuzliq sizib qo'ydi. Shunda qilib Aytikim bizning esimizdan chiqmas bir do'stga aylandi. Ana til o'rganib bakmo ko'ngillik bo'lg'achqa, vaqtning qanday o'tib ketganligini bilmay qoldik. Birdan tushda tomoq vaqti bo'lib ketibdi. Tushda dadam aytgan mezzilik poluni yedik. Dadam polo ichga bek usta. Tushdan keyin biz nurg'un faoliyatlarni qilamiz. Ba'zida hammamiz birlikda velosiped minamiz. Ba'zida top o'ynaymiz. Bugun men eng yaxshi ko'radigan Uyg'ur usul darsxonasidan Uyg'urcha usul o'rgandik. Qana? İpek qo'l. Qanot qo'l. Baran qo'l. Yerim baran, yerim gullasta. Gullasta. Vinina bo'lim rostdan chiroyli usul o'ynaydi. Kechki tomoq bo'lguncha biz erkin faoliyatlarni qilamiz. Teshig'i chiqamiz, mugishmak o'ynaymiz, kartun film ko'ramiz degandek. Kechki tomoqda apam bizga mezlik o'gra etib berdi. Yashil tomoqdan keyingi tish tozaligi bek muhim bo'lg'achqa biz uni har doim xotirlab uxlashdan burun biz xohlagan tilda kitoblarni o'qiymiz. Biz atdigan kun chiqib, taki kech bo'lib kun o'tirguncha bütün bir gün mana shunda Uyg'urcha yashaymiz. Ko'pchilikka rahmat. Bu nutqning alayliklaridan biri nutqni aytdi, obrazliq chiqibdi. Nutq bilan badan harakatini nayt yaxshi moslashtiribdi. Alif Uyg'urning ovozi jarangliq bir qancha so'zlarni hisobga olmaganda talaffuzimi nayt to'g'ri ekan, boshdan oxir o'ziga ishongan bir qiyofatda so'zildi. Mahirimizning yangilik yaratish ro'yi kuchlik, nutqning mazmunimi temaga mos kelgan. Nutqning ahamiyati shuki, boshqalarni ta'sirlantirish, qo'zg'atish, uyg'otish rolini o'taydi. Bu yerda Alif Uyg'ur boshqalarga Uyg'urcha yashashni tavsiya qilish orqali o'zining Uyg'ur bo'lganligidan faxrlanadiganligidan iborat söygüsini söynüp durup ifadalabdi. Haqiqatan biz qayta tug'ilsak, yana Uyg'ur bo'lib tug'ilishni xohlaydigan shunday bir millat. Bizning shodligimiz, ham qayg'umiz, orzuyimiz, dardimiz ham. Uyg'ur ro'yi mangu javlan qilgusi. Assalomu alaykum. Hurmatli ustazlar, tatlıq savarashlar, yaxshimisizlar? Hammalarga Fatima Ilkar'dan sevgi salam. Mening bir savodishim, ham yaqin do'stim bor. İsmi Gülay. U yeşil ko'z, aq yuz, sariq chochli, tatlı qiz.
İkimiz birbirimizle pek akrab. Micazimiz farklı olsun mu, bazı kızıkışlarımız okşaydı. O külümsürep turduğan eğrildizik. Ben şöhret. Ben kızıkarlık geplerini ve hareketlerini kılsam, o kız dokunup külüp gidiyor. Ben bu kızın külüşürge karab kuş bulup gitmem. İkimizin ortak bir alahide kızıkışımız var, bilemsizler. Bu bolsun mu resim silveş. İkimizin sızgan resimlerini ortaklaşıp çoğun güzel arzularını değişimiz. Köp işlerde birbirimize yardım kılırız. Ben bir günü mektepten öyle karsam öyle hiç kim yok dedi. Könlüm yerim verdi ve korkuşka başladım. Derhal isimge savadışım geldi. Üyge kettim. Çünkü ikimizin ayı bir koroda idi. Abisi yeni körüm. Hoş geldin kızım da karşıydı. Ben öyle hiç kim yok, şuna sizge geldim dedim. Ben anamızga telefon kursam, numarını dep verensiz, ben bunu dep verdim ve anamga telefon uldum. Anam, sınmaz kızlık kaptı, şuna doktoranга ciddi bardı. Hazır yaxşı bolup kaldı, şimdi biraz dinki ağırlık kirek dedi. Savadışımın öyde oynaş türlüm. Savadışım ve annesi bana pek yaxşı muamele kıldı. Mine hatırcam kıldı. Ve biz kıyınçılıkta öz ara yerden kıldığan savaldaş ve dostlardan bulup kaldık. Bu bek yakınlık, kuyumçan. Ben savadışım bek yaxşı körümen. Rahmet sizlerge. Sizin turuş şekliniz olsun, kiyim keçikiniz olsun, avazınız, telaffuzunuz, temingiz hemmasına ait yaxşı çıkıptı. Dostluqның ahmiyetini ta'kidlab so'zlabsiz. Do'stliklar menga davomlashqay, sizga muvaffaqiyat tilayman. Kichikina tavsiyam, agar nutq unimingizni texmi yuqori ko'tarishni xohlasangiz, hissiyat, tuyg'ularni ifodalaydigan dialoglarni bayon qilgan chog'dagi urg'u, intonatsiyalarni texmi kuchli gavdalantirsangiz, nutqlaringizni texmi yuksak pallalarga chiqara oladiganligingizdan umid bor ekan. Allah texmi yaxshi utuqlarni qo'lga keltirishga har jihatdan sog'lom yetilib, xalqimizga foydali kishilardan bo'lishga nasib qilsin. Mening singlim. Mening ikki singlim bor. Cho'ning ismi Zubayda, kichikning ismi Nafisa. Men sizlarga Zubayda degan singlimni tanishtirib beray. Zubayda bu yili 5 yoshga kirdi. U uzun budra saçlı bir pomdak kız. Zübeyde bek mehribon. O her vakit kucaklaşış vakti geldiğinde uyuyan meylerini bir başta kucakladı. Zübeyde'nin kızıkışı bolsa balit usul oynaş. O müzika anlap kalsalar çıraylı usullarını oynayıp gidiyordu. Biz Zübeyde yakında Zübeyde çeşitlikle kızıkıp kaldı. O birden nazik usul oyunsa, birden oğullardek çelişip oynaydı. Ben onun ilk yoşmayla kızıkışığa hayran buldum. Mening so'zlarimning ortiqchiligi bo'lsa, u rasmni bek yaxshi bo'yalaydi ham qaychi bilan chiroyli shakllarni kisalaydi. Zubayda bek ah ko'ngil. U ham boshqalarga yaxshi muomala qiladi. Biz onunla qo'pollik qilsak yoki charchoq qilib qo'ysak, u shu zaman yig'lab ketadi. Zubayda ana shunda mehrlik uma bir kichik qiz. Mening sog'lig'imning kamchiligi bo'lsa, u men yo'q vaqtimdan foydalanib, narsalarimni so'ramay ilib, o'rniga qo'ymay, qalaymiqan qilib o'tadi. Men uningga narsalarimni qalaymiqan tutma deb eskartsam-u, yanına unutup kaldı. Ben onun bu kılıkını yoqtirmayman. Ben adette muşu iş için onundan rencimen. Lekin biz bek yaxshi o'ynayalaymiz. Agar Zubayda yo'q bo'lgan bo'lsa, men zerikib qolgan bo'lardim. Lekin Zubayda bor bo'lg'achqa, men hargiz yolg'iz qolmayman. Men singlimning hamma xarakterlarini yoqtiraman. Ben özümün Zübeydedek bir sağlam babılğınıdın bek xuşal. Seyde nutqni yaxshi boshladingiz.
Ondan başqa chiroyli do'ppingiz va atlas ko'ylagingizmi nutqingizning mazmuniga alayda husn qo'shibdi. Nutqdagi canlılık, söz cümledeki ravanlık, telaffuzki toğruluqmu meni alayda diqqatimni tortdi. Ekran oldida qilch vuduqmay, tantirmay, nayt tabiiy so'zlashingizga qoyil bo'lmay tura olmadim. Bundan keyin o'zingizda bor bo'lgan barliq alayliklarni texnik yaxshi joriy qildirib, omaq fikrlaringizning tatliq hadisi, ana til o'rganishdagi ulgisi bo'lishingizni umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin. Assalamu alaikum. Benim ismim Zehra. Bu yıl 8 yaşına girdim. İstanbul'da yaşayayım. Bu yazın tatil benim için hiç unutulmaz bir tatil oldu. Çünkü doğulandığım bu yıl tunca kadın uyuttukanlarım bilen görüştüm. Dadamın akısı ve inisi Avustralya'dan geldi. Çok tağamın tıp balası varken. Çok oğlum Nureddin benden 1 yaş çoğunken. Bütün boyumuz tam tuş. Kızım Nazife ile ikimiz koşmaklardaki olduk. Kalan 2 balası küçükken, bütün pek umakken. Bu tatilin en heyecanlı yeri küçük tağamının toyu oldu. Nikahını Ayasofya Camisi'de kıldım. Nazife bilen ikimiz okşaş kızıl atlas göynek giydik. Anılarımız mı okşaş kök atlas göynek giydik. O çağda oylap kaldım ki bizim atlaslarımız şunca çıraylıkken de. Onun mümkün toyda biz küçük balılar oyun oynadık, bek kuşağı bolgandık, bek tatlı dürüm yedik, bek kuşağı bolgan edik. Onun mümkün toy tükügendin ki 2 gün boyunca İstanbul'un nurgun olan güzel yerlerine aylandık. Mesela Topkapı Sarayı, Ortaköy Camii, Ayasofya, onun mümkün Yıldız Bahçesi ve bunun takımıca güzel yerlerine aylandık. Onun mümkün hem 2 gün boyunca aylangan mümkün Türkiye seyahatine başladık. Türkiye'nin Sakarya, Konya, onun mümkün Çanakkale diyen de güzel şehirlerine aylandık. Bu ceryanda güzel manzarelerini, müzelerini görüp geldik. Mesela Mevlana Müziğini, Tarışta Boğralarını, Kölçeklerini, Pamukkale'ni görüp geldik. Ve alında takımcık yerlerdi. Siz Pamukkale'ye bardınız mı? 5 çıraylıkça. Suya uçsunuz, hamamga düşkenlik oldu kendisiz. Türkiye seyahati tügügendeki İstanbul qaytıp gelgende tağılarım qaytıp gidiş için teyyarlıklarga başladı. Nureddin ve Nazifeler bu Türkiye'den algan çıraylık narselerini çamdanlarga kaçırdı. Nazife ketmegen bolsa onun bilen her gün oynaydık. Lekin onun gitişi gerek idi. Pek könglim yerim bolgan. Könglim yerim bolganlık için yığılgan edim. O yığıldı. Ancak ben bilen talaş tartış kıldığan Nureddin bilen mi yığılap kucaklaşıp hoşlaştım. Bu yazlık tatilde sıkıldım ki ırıktıkanları bilen oynayalaydıgan, ırıktıkanları bilen yakın bolduğan balılarının şunca bəxtlik bolğandı. Vatanda kalan ırıktıkanlarımdan bek sevindim. Ayşe, Fatime, İmran, İhsan, Ömer. Ular bilen hazır körşenmeyim. Allah'a dua kıldım ki inşallah tez bir şekilde ular bilen körşenleydim. Ular Türkiye'ye gelse Nureddin ve Nazifelerine aylandırgan yerlerine aylandırgan. Çok bularının müşeni bek yaxşı görüdür. Benim tatilim müşümçilik dahli ve güzel ödü. Senin tatilimler kanal ödü. Senin bu tatilimlerinin güzel bir şekilde hoşal kuramak için ümit kılınan. Rahmet. Nutuk nayti muvaffaqiyatlik chiqqan mayrimizning ovoz jaranglik, so'zlarning intonasiyalarga mo diqqat qilgan. Nutuqning mazmuni tushunishlik, qurilmasi yaxshi o'rinlashtirilgan. Bu nutuqning alohidligi ko'p xil ifodalash vositalari qo'llanilgan. Masalan, bayon qilish, tasvirlash, o'z hissiyotini ifodalash, retorik xitob qatorliqlarning hammasi qo'llanilgan. Bo'libmi bu nutuqning tuganchi qismi nihoyat yaxshi oyoqlashtirilgan. Jumlada qisman grammatikalik xatoliklar bo'lib qoldi.
Mayrimizning bundan keyin Uyg'ur tilini texmi mukammallashtirib bardiganligiga ishinaman. Axırda Zahra qizimizning hayot musofasining ochiq bo'lishini barliq avlodlarning Uyg'ur tili bog'chisida mana shundaq bulbuldek sayrab turishini umid qilaman. Bizning pek ko'p qiziqishlarimiz, havaslarimiz bor. Cho'ng bo'lish jarayonida o'rganganlarimizmi barbara ko'payotdi. Yaponiyadan Tafida G'opur bilan Fransiyadan Muhsina Merdanning o'rinlashidagi chatma muzika bu havaslarimizni sizlarga so'zlab bergusi. Etrafımızdaki kişiler, narsalar bizim tasavvurumuzni beyitidi. Yani Irak'taki özümüz berip körgenlerimiz, nazar dairemizni kengaytidi. Dünya bek çoğ, bizden oylaganlarımız mı bek cık. 9-10 yaşlıklar gruptakiler köpçülükte etrafımızdan tartıp Irak'takilergece körgen bilgenlerini, oylagan ve tasavvur kılganlarını eğitip vermekçi. Assalamu alaikum hörmətli dostlar. Ata-analar və kiçik dostlar. Benim ismim Türkina Şemsin. Bu yıl 9 yaş geldim, hazır Kanada'da yaşayıram. Bugün sizlərə ana dilimdə şeir topluluğu sizlərə verməm. Mən də Uyğur qızı. Şuna ana dilimini pek yaxşı görməm. Tunca anlayan sizdən götürürəm ana dilimdə. Tunca anlayan hikayə qocaqlar ana dilimdə. Bu mamamlar bilan ana dilimdə salamlaşmən. Abam dadam bilan ana dilimdə sözləşmən. Ana dilimdə erkiləymən. Pek murahat və huzurluq. Ben her kaç kötü bilsem o, ama aslında bilmesem, söyleyemesem,
Bilmeyince özüm bulamayman dep oylayman. Ama filmni ravanda bilmalar işte tersinde bana en çok yardımda bulunayım nime? Bilemsiz deli şiir kuşaklar. İsimini bilsem kuşaklarını yardıyalaydım. Keyinci meşhurlardan Abdurrahim Ötker, Abdüşkün Muhammed İmin, Elşir Navai ve Lütfü Ahmet Halillerinin şiirlerini yaxşı görüp yadladım. Şiirler xuddi bana atlas kiynek kiyip, larzan usul oynayatkan kalem kaşlık Uygur kızlardek bilindi. Şiirler bana bəzi Moğolluq, bəzi Cengivan Nakşirek anlandı. Allah'ın siri pek canlık okum kildi. Nükleat sözlerini düşünüp gitmişəm mi? Təsirlərini ravan okuyalsın, özümki bulğan şəncim aşıdı və özümdən pek təxirlənib gitməm. Şiirlərinin kapiyası və resmi mini pek hayacanıq saldı. Şunçilik hazırladım mən. Qaram, Abdullah Neimi boğanın bunu mısralarına. Ana til bilgən kişinin, izitin kılğın kilur. Ana tilini ağzıdın, altın berip alğın kilur. Yana qaram, Abdurrahim Ötker boğanın bunu mısralarına. Ey aziz yurtum, senin bağça sarayından aylanay. Zəfiran tüslek senin rəngin çırayından aylanay. Qoynundaki altın kimişlik tağlarımdan aylanay. Köksündeki ləhdə kan dağlarımdan aylanay. Nemi diyen çıraylık misralar bu? Siz qandaq mı misralardan hazırlanmayı turalaysınız? Şundak bu? Ana sözünü ilgilişinde ve ravanlimalar işte tersinde şiir kuşaklardan başka apamzadan sap Uygur tilda sözleşi. Kitaplarını okup ruhlarına bilinip bilen uyuşu. Ana sözü müəllimlərimin dərsləri və qısqallar tapşırıqları, yazıqçılıq dərsimiz, kitap oxuş toplarımız və 16. sınıftaki umaq qısım bulğaçqa əlbəttə ən mühimi özün istil boşaşmay, zirikmay, 16. yaxşı öyrəngəçkə Uyğurları yox yardımı 16. yumoristik hallar şiltib keliyatımın. Şunda, mən Uyğurluğumdan təxirlənmən. O vaxt dostlar, sizler anlatını ravan sözlemekçi bolsanlar, sizler bana oxşaş şiir kuşaklarını yazıp etsinler. Əmsə, kitab oxuşma bək mühimci mu? Rəhmət, köpçilik. Sizning nutq so'zlash iqtidoringiz nihoyat yuqori ekan, kiyim kechikingizmi haqiqatan bak yarashibdi, muborak bo'lsin. Temami nihoyat yaxshi tanlanibdi. Agar so'zlash sur'atingizni sal ostilatib, urg'u, intonatsiya va tinish belgilariga texmi bakrak rioya qilsangiz, sizning nutq so'zlash jihatda uzib chiqadiganligingizga ishonaman. Sizga rahmat. Nutqlaringiz va utuqlaringiz hayotingizga yor bo'lsin. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Mening yazıq tatilim. Men yazıq tatilimda yazıq lagerga qatnaşqan edim. Birinci hafta men bek jiq yangi adashlar bilan tanishdim va yangi o'yinlarni bilib oldim. İkinci hafta bilgadishim bu kaptikan. U haftaning boshidagi 2 kuni bilga boshqa adashlar bilan o'ynadim. Atshi qarsam bilga og'rib qopdi. Hava ışık bo'lganda men boshqa adashlarim bilan suv o'ynadim. Eng oxirgi kuni hamma bolalar yig'ilib o'zining ortiqchiliklarini ko'rsatdi. Men dadam bilan o'g'il bolalar degan naqshini saboqda guruhimdagi a'zolar bilan saboqdoshlar degan naqshini aytdim. Yazıq lagerga yig'ilishgandan keyin men Covid bo'lib qoldim. Bunu görüp babam beni öğümde solap koydu. Çünkü babam fikrimge yo'qib qilishdan endişeliydigan. Men öğümde qiladigan ish topolmay bek zerikib ketdim. Atsa qarsam hammamiz Covid bo'ldik. Dadamning badan temperaturasi gradusdan ishkatdi, og'zimizga tam tetmaydigan bo'lib qoldi. Biz bir hafta ramilib yaxshi bo'lib qoldik. Kurban Eid geldi. Eid'ga tayyorlik qilish uchun opam sang soldi, non yoqdi, ham bal pranek pishirdi. Bir necha kun uyimizga mehmon keldi. Keyin biz mehmon bo'ldik. Biz hammamiz qurbonlik qilishdik, ham bek xursal o'ynadik. Bir qancha hafta o'tib, biz oila bo'yicha Lego dunyosiga bordik. U yerga kerak bo'lg'achqa Maşinda ben bek zirkip kettim. Biz bölüp 3 gün oynadık. Birinci günü
Men bek köp igizden pastga tushadigan har xil qo'rqinchli poyezdlarga chiqdim. Lekin men bek yaxshi ko'rdim. İkinci kuni men Lego dunyosining shu usti bog'chasida qang'udek o'ynab oldim. Ertesi biz deniz dünyasına girdik. O yerde delfin, kit hem şiirlik oyununu gördük. Ben şiirlik oyundaki davasçıga hayran kaldım. Lakin dadam Uygurlarning arasındaki adil g'usur to'g'riliq so'zlab berdi. Keyin biz uyga qaytdik. Mening yazıq ta'tilim Covid bo'lgandan boshqa bek yaxshi o'tdi. Yusufcan, yazıq ta'tilim temizdagi nutqingizni nihoyat ravon, tushunishli so'zlab berdingiz. Gerçi bütün insaniyetga o'rtaq ofat bo'layotgan Covid sababli azroq jafo chekkan bo'lsangiz-mu, lekin ta'tilni bekmi ahamiyatli o'tkazibsiz. Bo'libmi, ta'tilga borgan yeringizda shu Uyg'ur darbozchilik haqida erishgan yangi savat bilimlar siz uchun yangi bir natija deb o'ylayman. So'z jumlalaringiz to'g'ri, ravon, talaffuzingiz nihoyat yaxshi ekan. Ondan boshqa ham ekran oldidagi bu tabiiy oltingizmi, nihoyat kishini o'ziga jalb qildi ekan. Bundan keyin shu ana tilni yaxshi bilishdek alayligingizni texnik yaxshi joriy qildirib, barliq fanlarda yaxshi natijalarga erishishingizni, ana tilingizni texnik tirishib o'rganishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdulmanan. Men bugun sizlarga o'zim yozgan mening ukam degan nutqni so'zlab beraman. Mening ukamning ismi Iqbal. U mendan 3 yosh kichik. Onun boyu menden azroq bakar. O uyning eng kichigi. O bek umoq. Onun chechi qara, yuzi oq, ko'zlari cho'ng, kirpigi uzun. O bek sho'x. Doim gap qilib turdi. Biz doim birga o'ynaymiz. Chunki o men bilan vaqtini o'tkazishga amroq va bizning o'ynaydigan o'yinlarimiz o'xshab qoldi. O velosiped haydashni, kart o'ynashni va o'zi to'qolgan har xil o'yinlarni o'ynashni yaxshi ko'radi. Biz ba'zida so'qishib qolamiz, ammo birdamda yarashib qolamiz. U vatanda tug'ilib 2 yoshida chet elga chiqdi. Dastlab 2 sinf dastlab yasida, ondan boshlang'ich maktabda o'qidi. U hozir 2 sinfda o'qiydi. O ana tilimizda kitob o'qiy oladi va har xil va kichik maqolalarni yoza oladi. Oilamizga hammalar uningga bek amroq. Rahmat. Bu nutq nihoyatda o'ngishli chiqibdi. Mahirimiz bizga bir akaning tilidan qarindoshlik mehrining naqadar cho'nqurligini his qildirdi. Darvaqa qarindosh degan bu so'z 3 bo'g'imdan tarkib topgan bir so'z bo'lsa-mu, lekin buningga dunyoni sig'dirg'ul bo'ldi deb o'ylayman. Nutqning hajmi qisqa bo'lsa-mu, Abdulmannan yeziqchilikda kam bo'lsa bo'lmaydigan omillardan qiyofat tasviri, xarakter tasviri qatorliq omillarni qo'llangan. Bu nutqning jonliq bo'lishini ilgari surgan. Agar bu nutqda ukisining xarakterini yo'ritib berish uchun bir qisqa vaqali qo'shilgan bo'lsa, bu nutq texmi bak obrazliq, ham tema, xarakter, vaqalik hammasi jipsilashgan bir qurilma yaratilgan bo'ladi deb o'ylayman. Abdulmannan mahirimizga apirin kichik yashidila bizga bir adabiy tus olgan asarni sunibdi. Rahmat sizga. Assalom. Men Bilge. Amerikaning Houston shahridan bu yil 10 yosh kirdim. Men yozgan bu hikoyamning ismi Mariposa va Qora Marvoyit. Biz Qora Marvoyit nomli paroxodda bir yig'ilish o'tkazib o'tdik. Tuyuqsiz bum qilib etilgan zamrakning ovozi quloqlarimizni yerimday deb tasdiqladi. Biz hammamiz jam punktimizga yugurib berib,
bizga zamrak atgan dushmanlarga bizmi qaratib zamrak atdik. Biz Mariposa paraxodning hujumiga uchragan edik. Kapitan bizning kang balvoq bilan Mariposani cho'ptira oladigan zamrakimizning yo'qligini. Ammo paraxodimizning yurish sur'ati Mariposadan 4 hassa tez ekanligini, shunga paraxodimizning bu afzalligidan foydalanib, paraxodni oldiga qaratib, yiroqqa haydab berib, tez sur'atda keyiniga yenib berib, zamrak etishimiz kerakligini tushuntirdi. Biz mushunda qilganda Mariposa bizga zamrak atolmaydiganligini, aksicha biz uningga zarba berib mag'lub qila oladiganligimizni aytdi. Kapitan deganlari bo'yicha biz hujumga otlandik. Aqlli kapitanimizning taktiklik strategiyasi paraxodimizning tez sur'atidan foydalanib, biz Mariposani dengizga tushirib, g'alabalik mag'lub qildik. Biz bu g'alabamizni shakar, choy va meva sharbatlari bilan tabrikladik. Urushda qazo qilgan matroslarga qayg'urib ta'ziya bildirdik. Biz shuni bilishimiz kerakki, yo'lboshchimiz aqlli, qobiliyatli bo'lsa, biz har doim dushman ustidan g'olib kelamiz. Rahmat. Nutqingiz umuman muvaffaqiyatli chiqibdi. Qisman yerlarni hisobga olmaganda urg'u, intonatsiyalarga diqqat qilibsiz. Kiyim-kechak va turish shaklingiz muvofiq. Bu Mariposa va Qora Marvoyit nomli bu hikoya yaxshi tahrirlanib, ondan so'zlangan bo'lsa, xitobning ravon bo'lishiga to'liq kapolatli qilg'ili, urg'u, intonatsiya, tinish belgilariga texmi yaxshi rioya qilg'ili bo'lar ekan deb o'yladim. Uningdan boshqa salom berganda assalomu alaykum deb to'liq salom berishga tirishayli. Qolgan jihatda muvaffaqiyatli, unumli chiqibdi. Sizga utuq tilayman. Assalomu alaykum. Mening ismim Najaimin. Ben bugün sizlerge ana yaxshi ko'rgan sayohatdan to'g'ri so'zlab beray. Men oilam bilan sayohat qilishni pek yaxshi ko'raman. Odatda ta'tillarda oilaviy sayohatga chiqamiz. Men bugün sizlerge ana yaxshi ko'rgan sayohatdan to'g'ri so'zlab beray. Qayerga qarasanglar, Avstraliyaning to'rt tarafida bir kichik orol bor. Uning ismi Tasmaniya. O isim shu orolni boshqa boqilgan bir yevropalik dengizchi Abel Tasmaniyning xotirasi sababli qo'yilgan. Tasmaniya burun Avstraliya bilan tutash bo'lib, bundan 12 ming yillar burun yer shaklining o'zgarishi bilan ayrilib bir orol bo'lib qolgan. Tasmaniyaning havosi dunyo bo'yicha eng pokis hisoblangan. Bizmi u yerga borib uni his qila oldik va nurg'un davo faoliyatlarini qildik. Dengiz bo'yidagi ishki parcha tashni ko'rgani uchun 3 soatdan ortiq piyoda mandik. Başta manganda yol xeyli keng edi. Ammo oxirga kelayotganda yo'l tanlashib o'chuklarning orasida mandik. Yılan uçurup qilishdan ansirab, hammamiz qo'limizga bir uzun parchadan yog'och ilib oldik. Oxiri chaqqonlikni bosib o'tib, dengiz bo'yidagi ajoyib g'aroyib taşlarni va g'arlarni tomosha qildik. Ketayotgan vaqtida nemishlikin yo'l ancha uzun tuyulmadi. Tasmaniyaning markazi Hobart shahri pek kichik va chiroyli ekan. Sidneyga o'xshash bakcha qatnash qisqanchiligi bo'lmagan. O yerni pek yaxshi ko'rdim. Tasmaniyaning markazining yanida bir Wellington tog'i deb bir tog' bor ekan. U tog' yer yuzidan 1271 metr egizgan. Biz yoz vaqtida borgan bo'lsakmi, taqqa chiqib qilin qishliq choponlarimizni kiyib oldik.
Şamal bek küçük bolğaçqa mən dadamın qoluğa çım isildim. Çünki şamal məni uçurduğandək qılırdı. Tasmaniyanın yana bir hayvanı var iken. Onun ismi Tasmaniya devisi iken. Onun ismi deve bulsumu özü işqa oxşabıraq gididiken. Dişləri bək ötkür və amma közü bək naçar iken. En axırda Artur Porti degan yerga bordik. O yerda burun Angliyadan kelgan jinoyatchilar so'langan turma bo'lib, o'g'irlaganlarini, yotoqlarini va ishlagan yerlarini ko'rdik va bek baxtli bolalar ekanligimizni his qildik. Rahmat. Necla, nutqni nayt tabiiy, nayt yaxshi so'zildingiz. Başlanışma bək yaxşı oldu. Biz qolumuzdakı xəritə və bizə göstərən hayvanın rəsmi arqılıq və nutqdakı təbii xitabımız arqılıq xuddi siz bilan birlə Avstraliyada səyahət qılıyatqandək duyğu gəldik. Nutq məzmunumuz nəhayət yaxşı. Biz bu arqılıq Avstraliya haqqında yeni bir coğrafiyalik bilimə ega bolduq. Sizning mana shu o'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingiz bayqagan yangi mazmunlarni ana tilda nəhayət yaxshi, ravon ifodalab berəliginizdən bək suyunduq, həm sizə qayil bolduq. Bundan keyin ana tilini yaxşı sözləşdək və yaxşı işlətişdək müş alaylıqınızı texnik yaxşı cari qıldırıb, yeni öyrənən məzmunlarını, yeni uçurlarını dünyanın hər qaysı yerlərindəki Uyğur dostlarına toxtumay köpləb yetkizib turuşunuzni ümid qılmən. Sizə amət yer bolsun. Aleyküm, mən ismim Selmin Osraz'dan 10 yaşına girdim. Tokyo şəhərdə durmən. Bugün sizlərə uzun ömür görüş toğrultusunda sözləb bilmən. Yakında Uruk momam 88 yaşda vəfat bolğanını anlab, əmmimizin könlü bək yerim boldu. Şununda, lakin əmmi adam uzun ömür görübdü dep deydi. Şununda mən torda en uzun ömür görən adamni taşırıb baktım. Şu adam bursa Almahan degen Uygur'un bir anasken. Almahan anas 135 yaşta vəfat bulubdu. Şunun bilen dünyadaki uzun ömür görüş devletinin birinci orunda turduğan Japonya'nı taşırıp baktım. Ayarlarının otur ömrüsü 87'den 3 yaş iken dünyadaki yere birinci orunda turdu. Uygurların oturduğu ömrü 81'den 3 yaş iken dünyanın 3. orunda turduken Minişka mandak uzun ömür gördüğünde dep oylap tapışırıp baktım. Birincisi yemek içmekte tuzsuz, maysız neslerini köp yediken balıklar, pulçaklar, yürüyüşlerini köp yediken. İkincisi bek hareketini kırdıken maşına çıkmay poyoz ve spetlerga çıktıken. Üçüncüsü mühtini sırayla pakist yeşillik kırdıken. Dördüncüsü davalas bek ilgar. Selamet taşırıksını köp kırdı. Yine sugartısı bek yaxşı. Sıramo özünler dostunlarının uzun ömür kürdüğünü halaysılar bu. Şundak bulsa yemek içmekini dikkat kılıp hareketini köp kılsak uzun ömür kürerler dikemez. Rahmet. Bu nutqda Mahirimiz bizga bir bilim xarakterlik asarni sunubdi.
Mən bu nutqdan şunu his qıldım ki, Sarvanur Sirajiddin izlanish ro'yiga ega, masalalarning kelib chiqish sabablari ustida izlanib, uni analiz qilish qobiliyatini yetishtiribdi. Mən buningdan nayt söyündim. Nutqning qurilmasi, vaqaliklar tartibi nayt yaxshi o'rinlashtirilgan. Nutqda biraz grammatikalik xatoliklar va talaffuz jihatda azroq yetarsizliklar mavjud. Sarvanurning tafakkurining texmi o'tkir bo'lishini, shundaqla ona tilini fan texnika sohasiga tatbiqlab o'rganishini umid qilaman. Chunki Uyg'ur tili tarixda hunar tili bo'lgan. Kelgusidami Uyg'ur tilining dunyoda sharaf bilan tilga elinishini umid qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, sevimli do'stlar, kuyimjan ota-onalar. Men Yaponiyadan Tafida Xubur bu yil 10 yoshga kirdim. So'zlamoqchi bo'lgan nutqim men va kitob. Men va kitob. Mening yaxshi ko'radigan ham ayrilmaydigan eng yaqin do'stim bo'lsa kitob. Chunki yoshlik vaqtimdan tortib kitob o'qish odatimni yetildirgan. Ota-onam davomli kutubxona va kitobxonalarga olib borib turdi. Hayit bayramlarda yaxshi ko'rgan kitoblarni sovg'a qildi. Men har kuni chuqur kitob o'qiyman. Uni o'qishdan huzur olman. Kitob bilan sirdashaman. Uningdan orzularimni istayman. Kitob harxan chog'larimda har do'qimni chiqardi. Ko'nglim yarim bo'lganda xushallik ato qildi. Har xil savollarimga uningdan javoblar topildi. Anam davomli menga mundaq deydi. Qizim, kitob benim bo'lqi. Bu pakiz buloq suvi bilan xususligingizni qondiring. Kitob so'zlik gulzori. Shu gulzorning bulbuli bo'ling. Kitob hikmat ordusi. Shu orduning aqlliq malikasi bo'ling. Vatanimizning tarixini, ajdodlarimizning kechirmishlarini, millatimizning esil madaniyat, urf-odatlarini, olamning sirlarini kitob orqali atrofli tushuning. Anamning bunaq so'zlari kitoblarni taqdim yaqinlashtirdi. Do'stim, sizmi kitob o'qishni yaxshi ko'ramsiz? Uning bilan yaqin do'st bo'lishni xohlamsiz? Undaqda kitob o'qing. Mayli sizning orzuyingiz yozuvchi, o'qituvchi, doktor bo'lsin, general, qarxonchi, uchquchi bo'lsin va yoki san'atkor bo'lsin. Kitob o'qishni odat qiling. Chuqur sizga mos keladigan ham yaxshi ko'rgan kitoblar barcha. Hammamiz orzuyimiz uchun tirishaylik. Hammanglarga rahmat. Allohga omonat. Kiyimingiz bakli yarışıptı, avazınızmı qaltis siliq, yaqinliq ekan. Nutq temingiz tang tushlaringizga, hatto bizdek cho'nglarga mayak bo'g'isi. Xitob qilish shaklingizmi nihoyat muvofiq, yaxshi chiqibdi. Boshqa deydigan so'zlarim yo'q, muvaffaqiyat tilayman. Agar muvofiq ko'rib qolsangiz, temaga badan tilingizni moslashtirishga tirishib baqsangiz. Salomni qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, sal egilib turib bergan bo'lsangiz, oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandeklar yarashadi ekan deb o'ylab qoldim. Muvaffaqiyat tilayman. Assalomu alaykum. Mening ismim Ihson O'zyuqur. Bu yil 10 yoshga kirdim. Boshlang'ichni bitirib, to'liq o'rta maktabga chiqish oldida turibman. Men hozir sizlarga yaxshi o'qish uchun nimalarni qilish kerakligini va boshlang'ichni qanday yaxshi natija bilan bitirganligimni deb beray. Men 4 yoshimdagi vaqtimda Turkiyaga keldim. 5 yosh vaqtimda dadam meni turkcha yasiga olib berdi va nurg'un rasmli kitoblarni olib berdi. Men rasmli kitoblarni yaslilik vaqtimda bo'ydim. Uyga kelganda opam kitoblardagi xatlarni o'qib beradi va o'rgatadi. Men shunday qilib yaslilik vaqtimda xat o'qishni o'rgandim. Dadam meni uyg'urcha xat o'qishni va yozishni o'rgansin deb Muyassar Xandam muallimga olib berdi. Muyassar Xandam muallim bizga bir ko'ynatdi va Uyg'urcha xat o'qishni yozishni o'rgatdi. Men ana shunday qilib
6 yaş vaqtimda savadim chiqdi. 1-yillikqa chiqqan vaqtimda sinfdagi eng yaxshi o'quvchi men edim. Muallim bizga kitob o'qitadi. Men kitobni ko'p o'qidim. Topshiriqlarni vaqtida ishladim. Darslarimni ko'ngil qo'yib angladim. Opamning va muallimimning gapini angladim. Yaxshi o'qish uchun kitobni ko'p o'qish, darslarni ko'ngil qo'yib anglash, topshiriqlarni vaqtida ishlash va ota-onamizning, muallimimizning gapini anglash kerak. Men ana shunday qilib başlanğıçını a'lo natija bilan bitirib chiqdim. Eksan nutqni yaxshi boshladingiz. Ekran oldidagi tabiiy qiyofatingiz va salmoqligingizni bizning alohida diqqatimiz tortdi. Siz ana til o'rganish va maktabdagi amaliy tajribalaringizni biz bilan o'rtoqlashdingiz. Amaliyotda o'zimiz foydali deb qaragan mazmunlarni boshqalar bilan o'rtoqlashish orqali va o'zaro naf yetkazish orqali biz texnik ko'p natijalarga erisha olamiz. Bundan keyin siz mana shunday natijalar oldida bo'shib qolmay, texnik tirishib, ana til bo'lsin va yoki boshqa darslarda bo'lsin, texnik zo'r natijalarga erishishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Ana tilingizni texnik tirishib o'rganing, sizga omad yor bo'lsin. Bahar hamma shoirlarning chaqirib harmaydigan temisi. Bahar hamma insonlar talpinadigan yana bir hayotlik. Huzurunlarda Türkiye'nin Bilal Abdülvahab diplomasiya qilgan Abdurrahim Ötkürboğlu'muzning Bahar Çılayman namlıq şiiri. Bahar chillayman. Abdurrahim Ötkür. Zerikeç canlar bu zimistandın, canu canımdın bahar chillayman. Tünler kitsi huluğan şirdek, ah peğanımdın bahar chillayman. Ne taktım bar, ne sevrim emdi, kaynak bir kazan yüreğim emdi. Goya bir volkan tilikim emdi, şu volkanımdın bahar chillayman. Ölümdün artık yığlap oturmak, miras midi bu yaşlar akkuzmak, hainlar işi baş egip durmak, pah vicdanımdın bahar chillayman. Şuni küyleymen zimistandımu, tilim zincirde bağlanğandımu, kökrekki neyze qadalğandımu, ıssıq qenimdin bahar chillayman. Ümidim bugün xiyaldin yüksek, ümid bağıda addi köp çiçek, xiyaldin artık taşkın bu tilek, küreşcan tangdin bahar chillayman. Bahar chillayman, xalq baxtiga bir yar tilayman. Arzuyum bahar, ümidim bahar, undin özgiga ko'ngil bölmeyman. Bahar chillayman, xalq mungi şuni küyleyman. Bobammu manga şuni öğretken, undin özgini nechuk söyeymen. Bahar chillayman, tünler kitsi, meyli to'zusun ömrüm gunsi. Razımen şundin qilcha arman yok, bola alsam men xalq mungtisi. Çoğun bolğan siri ana tilimizde texmi cho'nqur temalar haqida izlanadigan bo'ldik. To'g'ri. 11-14 yoshlar guruhdagilar sizlarga izlanishlarni so'zlab berdim.
Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Muhsina. Men Fransiyada yashayman. Men hozir Men va Skripkam degan asrimni o'zingizlarga sunaman. Men va Skripkam. Kichik vaqtimizda hammamiz mening uchqun bor dedik. Uchishni bek orzu qildik. Hatto osmonda uchgan qushlarga havas qildik. Men ucha olmayman, ammo sizlar o'ylagandek emas. Mening uchishim uchun Skripkam ketdi. Skripka bilan qandoq uchiqilib bo'lsin dedingizmi? To'g'ri, skripka bilan uchiqilib bo'lmaydi. Ammo men skripkani chalganda o'zimni uchiqandek his qilaman. Hatto uchib boshqa bir dunyoga berib qolaman. Ba'zida uchib dengiz bo'yiga berib qolaman. Bu chog'da men shar-shar qilgan kuchli to'lqinlarning ovozini anglayman. Ba'zida hayvatli tog'lardan uchib o'taman. Bu güzel hayvatli tağlarni vatanimizdagi Tangri tog' deb o'ylayman. Ko'nglim yerim bo'lganda skripkamni chalsam, o'zimni ahshada rohat his qilaman. Men skripka chalishni o'rganayotgani 5 yil bo'ldi. Men o'zimni skripkani bek yaxshi chalaman deb o'ylamayman, ammo skripka chalishni bek yaxshi ko'raman. Skripka chalsa rostla osmonda uchgandek bo'lamdi. Meningcha bo'ladi. Lekin uni oldingi sharti siz cho'qim skripkani boshqalarning chalg'ini qiziqib emas, balki o'zingiz bu chalg'ini yaxshi ko'rganingiz uchun chalishingiz kerak. Bo'lmasa nada kuchalmaysiz. Hammalarga ixtiyor rahmat. Muhsina Mardan muzika bilan nutqni birlashtirgan holda bir sahna asri yaratibdi. Bu nutqni nihoyatda o'zgacha va yangilik yaratish ro'yiga ega deb yuqori baho berishga bo'ladi. Nutq mo'l tasavvurga va badiiy mahoratga ega. Boshlanishi va oxirlashishi moslashgan. Yo'ritilmoqchi bo'lgan tema nihoyatda muvaffaqiyatli holda yo'ritilgan. Mahirimiz asarda metafora qatorliq stilistikalik vositalarni qo'llanib asarga badiiy tus kirgizgan. Shunga nutq nihoyatda rangdor chiqish bilan birga Muhsina Mardan vatanga bo'lgan so'ygusini bizga his qildira oladi. Bu nuqta maqtashga arziydigan bir nuqta. Chunki muhojiratdagi Uyg'ur ma'rifining muddasimi avlodlarimizni o'zlik engiga ega ham Uyg'urligimizdan faxrlanish tuyg'usiga ega qilish bo'lib qoldi. Oxirida Muhsina Mardanning g'ubarsiz qalbiga pukkan arzu armonlarining amalga eshishini o'zi chag'an muzikaga o'xshash hayot musofisining go'zal melodiyalarini yaratishini umid qilaman. Assalomu alaykum do'stlar, men Eksan. Bugun men sizlar bilan yuz ko'rishganimiz uchun intayin xursandman. Men bugun sizlarga shoxlar temasida gapirib beraman. Men mevalarni bek yaxshi ko'raman. Shoxlar mening yoqtirib yeydigan mevam. Shoxlarni meva desam hayron qoldingiz-a? Hayron bo'lmang. Men shoxlarni meva qatorida ko'rib yaxshi ko'raman. Apam doim shoxildek bo'linglar deydi. Apamning nima uchun shunday deydiganligini so'rasam, apam shoxlar deganning ichi tishi bir-biriga o'xshaydi. Ichi qizil bo'lsa tishimi qizil ko'rindi deydi. To'g'ri, agar insonlarmi shoxlarga o'xshash, ichi tishi o'xshash bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi-ya? Men mevalarni bek yaxshi ko'raman. Shoxlarni bek yaxshi ko'raman. Shoxlarga o'xshash, ichi tishi o'xshash kishilarni yaxshi ko'raman. Donoligimiz ya ko'ringaningdek bo'l, ya bo'lguningdek ko'rin deb intayin to'g'ri debdikan. Bizmi ko'ringanimizdek bo'lishga, samimiy bo'lishga tirishaylik. Rahmat. Temangiz haqiqatan yaxshi tanlanibdi. Ichitishi o'xshash bo'lish, boshqacha aytganda samimiy bo'lish, o'zgulik inson bo'lishning asosiy o'lchami. Alloh hammaga samimiy pozitsiyada bo'lib yashaydigan insonlardan bo'lishni nasib qilsin. Temamizga qaytib kelsak, tema nihoyat yaxshi tanlanibdi. Yuqorida ishorat qilib o'tganimizdek, kiyim kichikingizmi nihoyat yaxshi yarashibdi, ovozingiz bo'ldi ekan. Nutq so'zlash unimingizni texmi yuqori ko'tarish uchun o'zingizni texmi erkin qo'yib urg'u, intonatsiyalarni yanama gavdalantirishga tirishishingizni tavsiya qilaman. Alloh muvaffaqiyat ato qilsin.
Assalamu alaykum. Mening ismim Sharqiddin Sirajiddin. Men Yaponiyaning Tokio shahrida turman. Men bu sayohatishim 2 yildan bo'ladi. Birinchi qatnashgan vaqtimda 10 yoshlar guruhida 2-darajali mukofotga erishdim. Shu vaqtda bu kitobning Aman-san bilan mencha Yaponiyaning Aman-san deb atsak bo'lgan Higuchi Ichiyo degan yozuvchi ayolni turishtirmoqchiman. Higuchi Ichiyo bo'lsa Yaponiyaning 5000 yil programma tushirilgan bir yozuvchi. Aman-san bo'lsa bir nomlab oilasida tug'ilgan. Kichik vaqtdan tortib muzikaga bek amroh edi. Naqshlarni aytadi, yana soz dutorlarni chalardi. Bir kuni podshoh o'g'a chiqib Aman-sanninki uyiga kelib qolibdi. Shu vaqtda Aman-sanning naqshlari va musiqalarini anglab, Aman-sanni xonish qilib o'ziga akilishni qaror qildi. Aman-san 12 muqomni deb chiqadigan 10 yil ichida har jafolarga bosh egmay tirishib 12 muqomni deb chiqdi. Shundan keyin u axloqiy jamila qatorliq kitoblarni yozib Uyg'ur madaniyatiga zo'r qo'shdi. Higuchi Ichiyo bo'lsa odatdagi oilasiga tug'ilgan. Kichik vaqtdan tortib o'rganishga bek amroh edi. Boshlang'ich maktabni yaxshi natija bilan bitirib, maktabga boramizmi tirishib o'qib, o'rganishga chiqinib qolmagan. Bir naqshi kursga kirib, ashadagi do'stlari bilan yozuvchi bo'lishni qaror qildi. Beshida yozsam ish narsaga yaramay, natija olamaydi. Lekin oxirgi kitobim deb yozgan Qora kuni ismli asari mo'jizalikdan dan qazinib ketdi. Shundan keyin u yozgan nasridan qazinib Yaponiyaning dangliq yozuvchi bo'lib chiqdi. Lekin 24 yosh bo'lgan vaqtda og'rib qolib, u olamga ketdi. U shikisi yosh vaqtda tugab ketsam-o, biz hozirgacha eslayapmiz. Mencha ular kichik vaqtdan tortib o'z arzusi uchun tirishib o'qiganlik uchun biz hozir eslayapmiz deb o'ylayman. Men tirishib hozirgi vaqtimni ching tutib o'z arzum uchun tirishmoqchiman. Do'stlar, sizlarmi tirishib baxmamsizlar? Sharqiy Nur, siz birli qatim erishgan natijadan qanoatlanib bo'shib qolmay, yana bu qatimliq musobaqaga yangi mazmunlar bilan kelibsiz. Eng oldi bilan sizni tabriklayman. Bu qatimliq aytgan nutqingizning mazmuni nihoyat yaxshi ekan. Ya'ni siz nutqingizda muqam ustozi Xonish Amanisaxon bilan yaponiyalik ayol yozuvchining hayotini selishtirib, ularning qisqagina umrida keyingilarga qoldirgan qimmatli meroslarini nihoyat jonliq va tabiiy yo'ritib berdingiz. Ekran oldidagi tamkin, tabiiy qiyofatingiz, undan boshqa jonliq holatingizmi bizning alayda diqqatimizni tortdi. Siz bundan keyin, ya'ni o'zingizda bor bo'lgan mushu ortiqchiliklarni joriy qildirib, ana tilni texmi ravon, texmi jonliq ishlatib, xuddi o'zingiz tanishtirgan ikki mashhur ayoldek nihoyat qaltis yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Sizga omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Ziba Emin. Bugun men sizlarga Sydney John teatrxonasi haqida ozroq so'zlab beraman. Siz televizor va yoki boshqa ekranlarda Avstraliyaga munosabatli manzarlarni ko'rganda chuqur suv bo'yida yasalgan o'zlari kiyimining yelkanlariga o'xshaydigan imoratni ko'rasiz. U dal Sydney John teatrxonasi. U xalqning turmushini betish uchun planlab yasalgan. 1959-yili planlab sirtdan 233 loyihani qabul qilgan. Oxirida Daniyalik John Utzonning loyihasi uftib chiqqan. G'alabasi uchun
John'u 5000 font sterling mukofot pulga erishgan. U andin Xalish 2. Elizabetning qishga berib, teatrxonni yasaydigan pulni elib qaytib kelib ishni boshlagan. Ammo uzun o'tmayla John xizmatidan istifa bergan. Uning sababi bo'lsa, u choldagi hukumat maoshini vaqtida bermagan. Bosh sahifasidan to'g'siz ayrılib ketib, 4 yil vaqtda $72 million bilan tutadi deb planlab qilgan teatrxona oxirida 14 yilda $102 million bilan tutib chiqqan. 1973 yili Xalish 2. Elizabeth necha ming odamning oldida o'z qo'li bilan teatrxona ishini ochgan. Endi qurilmasi haqida ozroq to'xtalaylik. Teatrxonaning o'zi jami 2194 bo'lakda, har birisi 15 tonna og'irlikda. Teatrxonaning ichidagi cholg'u asboblarning ovoz sifatiga ta'sir qilmaslik uchun yil bo'yi 22.5 gradus turadi. Sovutish sistemasi teatrxonaning yanidagi portning suyini 35 kilometr uzunlik keladigan turba bilan aylantirib turadi. Ichida cho'ng kichik uydan 1000 ig'iz uy bor. Ular albatta har xil maqsadlar uchun yasalgan. O'yin qo'yadigan zalidan jami 7si bor bo'lib, eng cho'ng'a 2679 odamni, eng kichigiga aron 200 odam sig'adi. Bir vaqtda 4 o'yin qo'yig'ili bo'ladi. Her yili 1500 meydandan ortiq o'yin qo'yiladi. Onundan başqa her yili Sydney Chiroq bayramida teatrxonaning o'zi to'liq chiroyli rasmlar bilan yondiriladi. U Sydneyning emas, lekin Avstraliyaning simvoli. Her yili 10 milliondan ortiq sayohatchi Avstraliyaga teatrxonni ko'rish uchun keladi. Sizden bu vaqtingiz chiqsa, kelib ko'rib ketishingizni tavsiya qilaman. Rahmat. Bu nutq nayt ravan ve canlıq sözlengen. Mahirimiz bilim xarakterlik foydalanish qimmati intayin yuqur bo'lgan bir asarni tayyorlab kepti. Asarda son sefer ve faktlar orqali boshqalarga bilgi ve ma'lumot berish maqsad qilingan bo'lib, bizning nutq musobaqasi qatnashtirilgan ko'p sonni egallaydigan boshqa hissiy xarakterlik asarlardan farqli turda yaratilgan. Bayon, tasvir ve tushundirish qatorliq vositalarni qo'llanish orqali asarning chinlik darajasini ve qoyil qilish kuchini oshirgan. Agar shu asarga anglag'uvchilarga savol qo'yish, o'ylandirish qatorliq mazmunlarni qo'shib, aqıdan öz onun cevabını beriş arqılıq əsərinin səviyyəsini texmi yuqur götürgili bo'latdi deb o'yladim. Axırda mahirimiz Ziba Eminning buningdan keyin ana tilida texmi ko'p asarlarni yozishini va nutq qobiliyatini joriy qildirishini umid qilaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Umama Osman. Ben Amerika Virginia shtatidagi ana til maktabidan. Men bugun sizlarga tabiat to'g'risidagi bir nasrni olib keldim. Hazrati Mavlana mundaq degan ekan: "Bog', taldagi va yaproqdagi midirlashga har langishning farqi va bir hikmati bor." Tabiat. Do'stim, siz tabiat to'g'risida nimalarni bilasiz? Ben hozir sizga tabiat to'g'risida oddiygina bir tushuncha berib o'tay. Quloq solib anglamasa, tabiat deganimiz biz tug'ilib o'sgan bu go'zal makon. Hamda barliq insonlar, jonivorlar, uchar qushlar, hasharotlar yashaydigan makonning ismi tabiat deb ataladi. Biz bu makondan, ya'ni dal-daraxtlardan, gul-giyohlardan, uchar qushlardan, tog' daryolardan, hasharotlardan hozirlanamiz. Hamda saf havodan nafas olamiz. Shunga biz insonlar tabiatni onamizga o'xshatamiz.
Shuning uchun biz har birimiz o'zimiz yashayotgan bu go'zal zaminni asrashimiz hamda tabiatni qo'g'dishimiz kerak. Shunga men tabiat onamning bag'ridagi barliq shaylarni sevman. Endi men sizlarga apam o'gitib qo'ygan bir tabiat to'g'risidagi bir she'rni o'qib beray. Tabiat anam. Ilib kelsan navbahar, gul bo'lib ichilmoqchi bo'lsam men agar, ko'kda kun nur chachar, huraysan nafas alsam chiparu anbar. Tabiat anam sen kang qanot berding, quchar ko'kni parvozim kirandir kitdak. Mehringdan jismingdan hayot berding, tinimda aqar suyum oqsutdek. Bulbuldek sayrayman, naqsha o'gatding har alliyim bilan, bag'ringda yayrayman, taqdirim chingchitilgan taliying bilan. Rahmat. Men hammalarni tabiatni qo'g'dishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Sizning musobaqa temangiz nihoyat yaxshi tanlanibdi. Chunki tabiat insonlarning ziyonkashligiga uchrayotgan shunday bir jamiyatda shunday bir temani eskartib, ham buni musobaqa temangiz qilganligingiz ham boshqalarga bu jihatda bir ogohlantirish berganligingiz nihoyat yaxshi bir ulgu deb qarayman. Ovoz, talaffuz qatorliqlarda hech qanday masala yo'q deyishga bo'ladi. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Tafida sizda o'zgacha nutq iqtidori bor ekan, buni texmo ro'shan namoyon qilish uchun nutq so'zlaganda uyri turib, badan tilingiz bilan urg'u intonatsiyalarni texmo yaxshi moslashtirishga tirishib ko'ring menimcha. Bu bir tavsiya. Undan boshqa nutqingizni boshlaganda sal egilib turib, qo'lingizni ko'ksingizga qo'yib, buni boshqa ba'zi saboqdoshlarga tavsiya qildim. Başlagan bo'lsangiz, videoni sal yiroqdan tortib kiyim-kechikingizning texmo aniq chiqishiga kafolatlik qilsangiz, unum texmo yaxshi bo'ladi ekan deb o'yladim. Sizga ko'p rahmat, muvaffaqiyat tilayman. Musobaqalarda hammadan muhim bo'lgani bor kuchi bilan tirishish. Ko'rganinglardek, mahirlarning hammasi qo'ldan kelgancha tirishdi. Bizning ko'nglimizda ularning hammasi birinchi. Faqat bu musobaqa bo'lganligi uchun baholigi uchun emas, ularni bir qancha tur bo'yicha baholadi. 4-chi qatimliq Men Natiq Uyg'ur o'yinchilari nutq so'zlash musobaqasiga qatnashgan mahirlarning natijasini ko'rish uchun diqqatinglar ekranda bo'lsin. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha eng jonliq natiq mukofotiga erishgan mahir Belginur Sirajiddin. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahir Iqbal Osman. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Fatima Nur Muhammad, Zahra Habibullah. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Fatima Iltar, Saida Subhi. 7-8 yoshliklar guruhi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahir Elif Uyg'ur. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha eng jonliq natiq mukofotiga erishgan mahir Yusufjon Turg'un. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahir Sarvinur Sirajiddin. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Abdulmannan Osman, Ehsan Öz Uyg'ur. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Belgi Ekram, Najla Imin. 9-10 yoshliklar guruhi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahirlar Turkinoz Shamshiddin, Tafida G'ofur. 11-14 yoshliklar guruhi bo'yicha eng tamkin natiq mukofotiga erishgan mahir Sharqinur Sirajiddin. 11-14 yoshliklar guruhi bo'yicha
Eng cesur natiq mukofotiga erishgan mahir Ziba Imin. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishgan mahir Umama Osman. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha 2-darajalik mukofotga erishgan mahir Ehson Alim. 11-14 yoshliqlar guruhi bo'yicha 1-darajalik mukofotga erishgan mahir Muhsina Mardon. 4-qitimliq Man Natiq Uyg'ur g'unchilari nutuq so'zlash musobaqasining mukofot o'yinlari. 1-darajalik mukofotga erishgan mahirlarga avlod guruhi tarafidan tayyorlangan oila maktabi yurishlik darsligi sovg'a qilinadi. 2-darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Uyg'ur bali yozuvchilar jamiyati tarafidan tayyorlangan 16 son Uchqun ballar gazeti sovg'a qilinadi. 3-darajalik mukofotga erishgan mahirlarga Uyg'ur ana til tor maktabi tarafidan tayyorlangan Lutun nomli kitob sovg'a qilinadi. Eng jonliq natiq, eng tamkin natiq, eng jasur natiq mukofotiga erishgan mahirlarga avlod nashriyati tarafidan nashr qilingan Qur'ondagi hayvonlar nomli kitob sovg'a qilinadi. Barliq mahirlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Olgan ölen köl kalır belgisiz. Sözün yaxşı bolsa, özün ölgüsüz. Her iki nebidin qayramaz bizi. Biri yaxşı iş, biri yaxşı söz. Aziz qarindoshlar, bu qatimliq musobaqamiz oxirlashdi, biroq ana tilimiz faqat musobaqalarning emas, balki hayotimizning, turmushimizga singgan uyg'urligimizning tilidir. Musobaqaga qatnashgan mahirlarga, numur ko'rsatgan do'stlarga, madad bergan ustozlarga, vaqt chiqib ko'rgan qarindoshlarga ko'p rahmat. Keyingi qatimliq musobaqada ko'rishaylik. Xayr xo'sh.